Ha bir varaq qog'oz turadi, sen bana döndürür ya, ben o'zim hal qilaman. Ol. Yomon-da bu. Xo'jayin, ajratilgan mablag'ga stadionni qurib bitkazdim. Mana tapatan yo'q. Yaxshi. Bitta turtchi bor tekin. Tur. Go'lmi, go'lmasmi? Gol xo'jayin. Sen kelajakni ko'rasan. Kat xo'jayin. Qani? Gol xo'jayin. Qaysi yo'lga o'xsha? Ronaldo. Yo'q, Roberto Carlosni burot tepgani, biriga bir bo'ldi. Men futbolni tushunmayman xo'jayin. Yana bitta tepinchi, ber to'pni. Orqamasa tepib bo'ldi. Mana xo'jayin. Tepi. Gol bo'lmadi. Gol xo'jayin, gol. Buni emas varadi. Mana turgan hammasi bor-ku. Shu varadi. O'zi ham 9 ga urdi sen xo'jayin. Gap yo'q xo'jayin. Kun og'ir o'tdi bugun, ha? Avashi. Ozgina ishlab ham qo'yaylik bo'lmasam bugunga. Ha, ishlaymiz. Xo'jayin, Lalaku o'g'lingizga bo'ri boyvachchaga. Yo'q, menga olib keldingmi deb o'ylab. Xo'jayin yomon hosil qilasizlar. Xo'jayin, bu Lalakuni yangi qadoqdagisi. Ko'rinishi ozgina o'zgargan, lekin sifatida katta o'zgarish bor. Namlikni o'tkazmaydi, yumshoq, botmaydi. Eng muhimi, xom ashyosi chet eldan keltirilgan. Xo'jayin paxtalarini aytmaysizmi? Yumshoqda. Paxtani gapirib, yengil paxta qo'yib olyapti. Yo'q, naqaras xo'jayin. Ha, sen ko'ngilda olishni bilasan. Sen zammiding? Ha, unda zamligincha qolib turaver-a? Nimaga xo'jayin? Endi unda tepasi menman-da. To'g'ri.